Bugun sizlar bilan oddiy, arzon, aptekalardan topsa bo'ladigan va effekti qimmat kosmetikani effektini beradigan kosmetikalarni gaplashamiz. Yuzi quruq ayollarimiz uchun Salka Seril mazi, bu maz aptekadan topsangiz bo'ladi. Juda ham yuzni melki marshellarni yaxshilab beradi, uvlajeniya qilib beradi. Yana bittasi metil urasil mazi. Metil urasil mazi yuzga yaxshi uvlajeniya beradi, lekin yuzi yog'li bo'lgan ayollarimiz uchun tavsiya qilinmaydi. Buni yuzi quruq ayollarimiz lablariga, qo'llariga, bo'yinlariga, yuzlariga bemalol ishlatsa bo'ladi. Ya'ni siz qimmat kosmetikadan topayotgan effektingizni oz bo'lsa ham shu mazlardan bemalol topa olasiz. Bu mazni haftasiga 2 marta kechqurun toza yuzingizga surasiz va uxlaysiz. Ertalab yaxshilab yuvib tashlab, albatta SPF krem bilan ko'chaga chiqasiz. Qarabsizki, sizni yuzingizdagi quruqlik, ko'chish, har xil qichishlar yo'q bo'lib ketadi va yuzingiz ancha zo'r namlanadi, ajinlaringiz ham yo'qoladi.